Salom rafiqlar, bir xondan do'stlikni borasiga viloyat Faryob Ulusvali Xo'janom Soq qariya qassob qaladan farmoyish berib saf ettirgan zinog'lar biz shaxsan shoir Muhammad Sardorjon Yusufini o'z farmoyishiga sar biladi. Albatta shoir Muhammad Orifjon nazari ham bu xondanga sharik shaxsan bu xondanga Firdavs Ulfat mening o'zimning ham farmoyishim bor. Ulfat sizlar azizlarga taqdim qiladi, ishting sog' bo'ling, salqda yashab yuring. Gapirganida kuldim, sinna bag'rimni tildim, shoirim iftixori jarmanini sar qildim. Bog'ingdan uzaman gul, sayrayman musli bulbul, Muhammad Sardor Yusuf salomimni qil qabul. Uyingni safo qilsang supurab kelib joribdi, o'z do'stingiz bularkan aytay Muhammad Orifdi. Qo'shxona imiyona, shonnim cho'chi juvona, chi farsi va o'zbeke, ulfat befarq mehona. Gardona kat patastum, davriga kat qaddastum, bas sayri yori do'sta shukrlab bo'japastum. Mana shunday toza tarin va chiroyli xondalarni faqat shoir Muhammad Sardorjon Yusuf taqdim qiladi. Kuchli WhatsApp raqamlari 0093 787 46 69 va 02 nomber bilan kalom bo'lib bilasizlar. Unutmangizlar. Bevafoga dil berib yoshlar to'kman ko'zingizdan, Muhammad Orif nazari xondan shaxsan o'zingizdan. Qondan ortgan tuzingni liqillatma ko'zingni, Muhammad Orif Yusuf nomgir qilay o'zingni. Xizmatingiz qilaman, ragimdan oqsa qonim, Muhammad Sardor Yusuf puxta shoirim menim. Sizlarday shoir bo'lsa, ovozxoniz bilaman, mardbachasiz Muhammad Orif buni puxta bilaman. Ochilgan gul sulamu, xoli kosa tulamu, Muhammad Sardor Yusuf shundoq aytsam bo'lamu. Qo'lingdan olaman samyori do'stlar bo'ldi jam, Muhammad Orif nazariga o'zimni o'ldirsam kam. Shu kecha yonimda yot, qilaman nola faryod, yarim yo'lda taylaydi do'stingki bo'lsa kamzod. Nodonu shaytonlarga Alloh bersin tavfiq, kamzodu beg'ayratga hargiz bo'lmanglar rafiq. Yaxshi do'stdan ayrilma, ko'r olmagan ko'r bo'lsin, uni rafiq ishlagan do'sting badarxo'r bo'lsin. Ruzibatga uchrasang, nomard do'st uzoqlashar, oyog'ing loyda vaqti yaxshi do'sting yetishar.
o'zingni subuq qilib beadab bo'lma, do'sti sadoqat bo'lgin, do'st maqsad talab bo'lma. Puxta baland bo'lmasang, kasga zamonat bo'lma, oshnolikka durust qil, do'stga xiyonat qilma. Shaytoni shop bo'lsa-dam o'ltirarga taxti yo'q, bir yaxshi do'sting uchun fidoyi bo'lsang so'xti yo'q. Bir yaxshi do'st ushlasang, g'amxo'r bo'lar har yerda, mardga kalishvardor bo'l, nomardni shakli go'rda. Nomard bilan do'st bo'lsang, bo'ton qilib qilar shak, nomard bilan yo'l bormang, nomardlar cho'loq eshak. Sizni do'stliklar ezgan, nomardu shayton kuygan, do'stlik qavlini berib, ikkisi oshno bo'lgan. Tilasangiz beraman, siz uchun shirin jonim, nomardlikka qolganda shamshir bo'lar zabonim. Daryolar to'lib kelgan, baxil va nodon o'lgan, Muhammad Sardor Yusuf u qanday bo'lib qolgan? Tokka yuray bu raqam, qo'ymani cho'rig yaqam, Muhammad Sardor Yusuf soz bo'ldi boshqa raqam. Oqshom yegan noningiz, bergan imtiyoningiz, shoir Muhammad Orifjon ulfat ovozxoningiz. Manam yaxshi do'st topib aylansam ko'chalarga, salomimni yetkazing musofir bachalarga. Daraxtdan oldim ximcham, maylisti gulib bacha, faryod juvonlarini g'ulomim men o'lguncha. Masjiddagi mulladan, boshingdagi salladan, sizning asl joyingiz qariyay qassob qaladan. Damburalani torik, akkajon zori zori, u shoirim bo'ladi, Muhammad Orif nazari. Bu danaga berdi don, chopdi maydon va maydon, xondan qanday to'libdi shoir Muhammad Sardorjon. Gapirganda kulaman, sinna bag'ris tilaman, Bulxondan izdiyindi tarix qilib to'laman. Chorruqqa urdim gulchun, jo'nadim sunim ochun, gardon urib o'qiyman Muhammad Orifjon uchun.
Muhammad Sardor Yusufov, shoir Muhammad Orifjon, ikkalasi qo'l berib gullashibdi bedarg'am. Har nersa bo'lsa ayting, armoningiz qolmasin so'ng, terib o'qidim, qo'shiq eshitganday bo'l. Bir bevafo yor uchun tokkay kuyayin buncha, sizlar uchun javradim, tokki qo'ldan kelgancha.